Ko'pchilik bizga savol beribdi, video qo'ygan edik, polirovka xizmatlaringning nima foydasi bor deb. Bitta videoda tushuntirib o'tamiz. Malibu avtomobilimizni polirovka xizmati olib qolganmiz, keramikalarini surib beramiz. Mana bu polirovka qilinmagan detal hisoblanadi. Mashina 2 yil, 3 yil umuman polirovka qilinmagan. Qaranglar qanaqa polni kuzovi mashtaqa chizilib, xira tortib, bleskini yo'qotib qo'ygan. Mana bu joyida bitta sloy polirovkamizdan o'zida yo'q, yaltirab chizuvlari ketib, o'sha mashina blesk berishni boshladi. Ko'chada yurganinglarda mashinalaring akkuratni, qop-qora bo'lib, blesk berib turishni xohlasanglar, polirovka xizmatini tavsiya beramiz. Mana bunaqa chizilib yotgandan ko'ra, bu yoqda turganda yaltirab turadi. Sotayotganda ham qildirsanglar, juda ham katta foyda beradi. Mashinani odamlar o'zi jalb qiladi. Bemalol kelib, eksklyuziv detailing jamoasidan polirovka xizmatimizni, keramika xizmatimizni qildirib ketsanglar bo'ladi.